18 noyabr O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i qabul qilingan kun munosabati bilan viloyat axborot kutubxona markazida "Bir vatan, bir el, bir bayroq" shiori ostida zakovat intellektual o'yini o'tkazildi. Intellektual o'yinda Milliy gvardiyaning Samarqand viloyati bo'yicha boshqarmasi, viloyat qo'riqlash boshqarmasi, viloyat ichki ishlar boshqarmasi, favqulodda vaziyatlar boshqarmasi hamda Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universitetining filologiya fakulteti talaba-yoshlaridan tashkil topgan jamoalar ishtirok etdi. 4 turda o'tkazilgan o'yin mantiqiy va qiziqarli savollardan iborat bo'lib, qizg'in va bahs-munozaralarga boy bo'ldi. Bellashuv davomida jamoalar o'zlarining intellektual salohiyatlarini namoyish etishdi. O'yin yakunida savollardan to'plangan ballar natijasiga ko'ra, Ichki ishlar boshqarmasining intellekt jamoasi 3-chi, viloyat qo'riqlash boshqarmasining bilimdonlar jamoasi 2-chi o'rinni egalladi. Milliy gvardiyaning Samarqand viloyati bo'yicha boshqarmasining mantiq jamoasi esa o'yinda yuqori ball to'plab 1-chi o'rinni egallab, zakovat intellektual o'yinining mutlaq g'olibiga aylandi. O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i qabul qilinganining 30-yilligi munosabati bilan Samarqand viloyati axborot kutubxona markazida huquqni muhofaza qiluvchi organlar o'rtasida zakovat intellektual o'yini bo'lib o'tdi. O'yin albatta qiziqarli va murosasiz kechdi. Bunday intellektual o'yinlarni o'tkazishdan asosiy maqsad xodimlarning bilim va ko'nikmalarini yanada oshirish ko'zda tutilgan. Bizning Samarqand viloyat qo'riqlash boshqarmasining bilimdan jamoasi faol ishtirok etib, ushbu intellektual o'yinda faxrli 2-chi o'rinni qo'lga kiritdi. Bundan jamoamiz albatta xursand. Keyingi intellektual o'yinlarda xudo xohlasa yaxshi o'rinlarni, ya'ni 1-chi o'rinni olishga harakat qilamiz. Tadbir so'ngida g'olib va sovrindor bo'lgan jamoalarga tashkilotchilar tomonidan diplom va esdalik sovg'alari topshirildi.